Mana shunday tushkunlik qaplagan vaqtida hamma odam o'z manfaatini, o'zining shahrini o'ylagan vaqtida o'zining manfaatini o'ylamaydigan, ummatni o'ylaydigan, hamma musulmonlarni o'ylaydigan ma'lum sanoqli kishilar bo'ladi. Bu g'albi nusratning yo'qini ko'rgan shu davrdagi olim ustozlar agar biz xalqimizda jihad ruhini tirildirib, islom prinsipi asosida birlashsak, ahli salaf qo'shini mana shunday qochadigan emasmi deb eng afsuslanarli va ajablanarliki bu musulmon amirliklar, begliklar qo'shini bu xristian amirliklar orasida krist belgisini ko'tarib musulmonlarga qarshi qo'shin tortdi. Ya'ni o'zlarini musulmon desimi, lekin bayroqlari krist belgisi edi. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Malazgirt urushida Sharqiy Rim imperiyasi mag'lub bo'lgandan keyin butun Sharqiy Rim imperiyasida va G'arbiy Rim imperiyasiga feodal davlatlarda islom dunyosiga qarshi Masjid al-Aqsoni tortib olish maqsadida muqaddas urush safarbarligi e'lon qilindi. Natijada 600 ming kishilik xristian qo'shini, ya'ni ahli salaf qo'shini tashkillandi. Bu 600 ming kishilik qo'shin oldin Qustantiniyaga, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti bo'lgan Istanbulga yig'iladi. Ondan keyin Anatoliya tuproqlaridan Iznik, Niqiya, Konya, ondan keyin Antakiyani egallab 1099 yili 7-ayning 15-kuni Qudusni ishg'ol qiladi. Qudusni ishg'ol qilgandan keyin Qudusda keng ko'lamli qirg'inchilik olib boradi. Ayol, cho'ng kichik, qir yosh demasini hammani o'ldiradi. Bir qancha kun ichida o'lganlarning soni, ya'ni shahid qilinganlarning soni 100 mingdan oshib ketadi. Ahli salaf qo'shinining qo'mondoni papaga doklat yozgan vaqtda nihoyat faxrlanib turib, biz otlarimizni musulmonlarning qonlari ustida choptiryapmiz. Ya'ni otlarimiz tizig'i kelgudek musulmonlarning qinda chepiyotidu deb shunday doklat beradi. Demak, ahli salaf qo'shini Qudusga kirgandan keyin keng ko'lamli qirg'inchilik olib berib, aholining hammasini o'ldirib tashlaydi. Ahli salaf qo'shini Yevropadan turkumlab xristianlarni Qudusga joylashtirishga, Qudusga yerlashtirishga boshlaydi. Va shundaqla Qudusning atrofida nurg'unlagan xristian mahallalar shakllanishga boshlaydi. Shunday qilib ahli salaf qo'shini Qudusni ishg'ol qilish jarayonida O'rta Sharqda 4 dona o'zining mustaqil amirligini, ya'ni begligini qurib oladi. Bu 4 amirlikning birisi bo'lsa muqaddas bo'lganligi uchun podshohlik deb ataladi. Birinchisi bo'lsa Qudus podshohligi. Buning podshohi Fransiya qo'shinining qo'mondoni Jodori bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa Antakiya xristian amirligi. Bu amirlikning hokim bo'lsa ahli salaf qo'shinining cho'ng qo'mondonlaridan biri bo'lgan Bihomund bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa Ruha, ya'ni hozirgi Urfa xristian amirligi. Bu amirlikka Jodorining inisi Balduin hokimlik qiladi. To'rtinchisi bo'lsa Trablus yoki Tripoli xristian amirligi. Buning amiri, buning hokim bo'lsa Kont Rimont bo'ladi. Demak, Qudus ishg'ol qilinish jarayonida O'rta Sharqda, ya'ni musulmonlar jo'grafiyasining qap o'rtasida 4 dona xristian amirlik shakllanadi. Bu 4 amirlikning hammasi degdek dengiz bo'yiga joylashgan bo'lg'achqa Bizantiya imperiyasining yordamisizmi G'arbiy Rim imperiyasining yordami bilan putlab tura oladi. Shundaqla o'zining mavjudligini saqlay oladi. Islom jo'grafiyasida 4 xristian amirligi qurganlik xabari Yevropa dunyosida tarqalgandan keyin namratchilikqa patgan Yevropa dunyosidan nurg'un xristianlar bu 4 amirlikka turkumlab ko'chishga boshlaydi. Xabarimizda bo'lgandek bu vaqtda islom xalifasi faqat bir shakl edi. Buyuk Seljuqiylar davlatimi parchalanib 5 ga bo'linib o'tirgan edi. Shundaqla 4 xristian amirligining atrofidagi Sham Seljuqiylar bo'lsa o'zaro beglikka bo'lingan edi. Homus begligi, Hama begligi, Halib begligi, Dimashq begligi deb hozirgi Suriyaning bütün shaharlari ayrim beglikka bo'linib ketgan edi. Hammasi faqat o'zining mavjudligi, o'zining shahrini o'ylaydi. Rim Seljuqiylari, ya'ni Anatoliya Seljuqiylari bo'lsa, ahli salaf qo'shini Qudusga kelish jarayonida nurg'unlagan shaharlarni ayrilib qolgan edi. Hatto poytaxt bo'lgan Konyadan ayrilib qolib, keyin Arantasda qaytirib olgan edi. Demak, Rim Seljuqiylari mavjudlik qurishi qilyapti. Misrdagi Shia Fatimilar bo'lsa, musulmonlarga yordam qilish emas, o'zining mavjudligi uchun ahli salaf qo'shini ularga hujum qilmaslik uchun ular bilan ittifoq va sulh tuzishib, mushunda ushurishib turadi. Demak, islomning ojizlashib, islom jo'grafiyasining butun parcha-parchaga bo'linib ketishi, musulmonlarning tushkunlikka petib qolishi mush asrga xos ish emas. Tarixda bu necha qatim bo'lgan, lekin yana o'rnidan turgan. Masalan, mush vaqtdagi ahvoli haqiqatan ichinishlik edi. Muqaddas joyimiz bo'lgan Qudus, Makka, Madinami haqiqiy musulmonlarning, sunniy musulmonlarning qo'lida emas edi. Demak, islom jo'grafiyasi mana shunday parcha-parcha loqmaga o'xshash bo'lg'achqa, xristian amirliklari ularga bir-birlab hujum qilib, yutib olishni maqsad qiladi. Masalan, ahli salaf qo'shinidagi Italiya qo'shinining qo'mondoni Bihomund Halibni ishg'ol qilish uchun u yerga qo'shin tortadi va Halibni muhosiraga oladi. Halibning amiri bo'lsa Ridvon edi. Ridvon kim? Sulton Olib Arslanning nervisi edi. Lekin bu kishi bo'suq o'xshamaydi. Ya'ni bu vaqtdagi baglarning hammasi shaxsiyatchi, manfaatparast, faqat o'zining taxtini o'ylaydi. Amir Ridvon Italiya qo'shiniga qarshi Sepilning teshiga chiqib, Italiya qo'shini, ya'ni ahli salaf qo'shini bilan qattiq
urushidi. Natijada mag'lub bo'lib, Sepilning ichiga chekinib kiradi. Italiya qo'shini bo'lsa, Sepilni muhosiraga olib, bir qancha kun davomlashgan bo'lsa-mu, Sepil nihoyat mustahkam bo'lg'achqa ocholmay Marash qarab yo'l oladi. Ya'ni Marashni egallab olish uchun qo'shin tortadi. Halabning amiri Ridvon muhosiraga tushib qolgan vaqtda Humusning amiri Husayndan yordam talab qiladi, lekin Husayn keyin menga hujum qilmasin deb qo'rqib onunğa yordam berishni rad qiladi. Demak, u vaqtdagi ahvol xuddi bugun kunimizdagi islom dunyosining ahvoliga o'xshaydi. O'zlarini musulmon deydi, lekin musulmon zulmga uchursa, menga xavf yetib qolmasin, bugungi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda milliy manfaatimizga ta'sir yetkazmasin deb musulmon qarindoshining qatl qilinishiga, zulmga uchurishiga, zaminlarning budan-talan qilinishiga sukut qiladi. Demak, O'rta Sharqda ahli salib qo'shini xohlagancha harakat qiladigan mushunda holat kelgan. Bu ahvol 10 necha yil davomlashgan. Butun islom dunyosini musulmonlarni tushkunlik qoplagan. Lekin mana mushunda tushkunlik qoplagan vaqtida hamma odam o'z manfaatini, o'zining shahrini o'ylagan vaqtida o'zining manfaatini o'ylamaydigan, ummatni o'ylaydigan, hamma musulmonlarni o'ylaydigan ma'lum sanoqli kishilar bo'ladi. Mosulning amiri Mavdud dal ana shunday kishilarning qatorida edi. Ya'ni ahli salib qo'shini islom jo'grafiyasini bir-birlab yeyotgan paytida uning yurki aytishatdi. Qanday qilib ahli salib qo'shini keyniga chekindiramiz? Hozir mening beshim kamisimu, lekin bu cho'qim keladi. Islom jo'grafiyasi bir-birlab yilib ketyotdi deb buning qarta nayt qayg'uradi. Natijada u oxiri bir irodaga kelib, atrofdagi, ya'ni Shamdagi bütün amirliklar, bagliklarga, ya'ni Humus amirligi, Hama amirligi, Halab amirligi, Dimashq amirliklarining hammasiga bir-birlab xat avatib, birlik kelgan islom qo'shini barpo qilib, ahli salib qo'shini qarta qarshi turishga undaydi. Amir Mavdud xatida nayt ochiq qilib, endi biz islom prinsipi asosida birlashmasak, yilib ketamiz, tugaymiz. Xristianlar bütün islom jo'grafiyasining hammasini egallab oladi deb bu nuqtani ochiq yuritgan edi. Natijada Shamdagi Seljuqiy amirliklari bir-birlab Mavdudning chaqirig'iga ovoz qo'shadi. Faqat Halabning amiri Ridvan bu chaqiriqqa ovoz qo'shmaydi. Mavdudning birlishi chaqiriqqa ovoz qo'shgan amirlar deyishkini bo'yicha bir-birlab askarlarni Mavdudning ostiga to'plashga boshlaydi. Natijada Mavdudning qo'l ostida Halab qo'shinidan boshqa bütün amirliklarning qo'shini to'planib zo'r qo'shin tashkillanadi. Amir Mavdud puxta plan tuzish orqali milodiya 1110-yili tunji qatim bu birlashma islom qo'shini bilan Ruha amirligiga, ya'ni Ruha xristian amirligiga qo'shin tortadi va Ruha amirligini muhosiraga oladi. Ruha amirligi muhosiraga olingandan keyin hokimi darhol Qudus podsholigiga xat avatib yordam talab qiladi. Qudus xristian amirligining podshohi Balduin bo'lsa, Beyrutni egallashni hujum qilayotgan edi. U xatni topshirib olgandan keyin darhol Beyrutdan qo'shin chekindirib, Ruhani muhosiraga olgan musulmonlarga qarshi qo'shin tortadi. Qudus podsholigining yordam kelganligini anglagan Amir Mavdud darhol chekinadi. Chunki Qudus podshohligi keyindan kelsa, oldin Ruha amirligi, keyindan Qudus amirligi bo'lib o'ttirisida qoladi. Bu sababdan Amir Mavdud Ruhaga yaqin bo'lgan Haran shahriga chekinadi. Amir Mavdud birlashma qo'shini Haronga chekingandan keyin texi ularga qo'shilib bulanmagan Dimashqning qo'shini yetib kelib ularga qo'shiladi. Shuning bilan Mavdudning atrofida texi zo'r ko'lamli qo'shin bo'ladi. Qudus podshohi Haronga to'plashgan islom birlik qo'shinini ko'rgandan keyin cho'chib ketadi. Chunki ular bir-birlab yavalamiz deb o'ylagan bagliklar bo'lsa birlashib olgan edi. Bu zo'r qo'shinni ko'rgan Qudus amirligi bular qarshi bizmi birlashmasak bo'lmaydi ekan deb ana shu O'rta Sharqdagi 4 amirlikning hammasi birlashib birlashma xristian qo'shini shakllantiradi. Lekin mana shu vaqtda Fatimiy shiilari Qudusga hujum qilmoqchi ekan, Qudusni tortib olmoqchi ekan degan bu xabar Qudus podshohiga yetib keladi-da, darhol birlashma qo'shindan qo'shinni elib Qudusga chekinadi. Amir Mavdud bo'lgan ishlardan istixborot odamlari tomonidan hammasidan bir xabardor bo'lib turadi. U Qudus podshohining qo'shinni elib birlikdan, ya'ni xristian birligidan ayrilganligini anglagandan keyin darhol u xristian birlashma qo'shiniga hujum qiladi. Musulmonlarning zo'r qo'shinini ko'rgan xristian birlashma qo'shini darhol qochadi va Ruha amirligining sepiga kirib oladi. Amir Mavdud ularning qoldiq qo'shiniga hujum qilib, nurg'unlagan at, nurg'unlagan aslahalarning hammasini g'animat oladi. Shunday qilib birlashma xristian qo'shini tarmar bo'ladi. Bu Qudus ishg'ol qilingandan keyin musulmonlar qo'lga keltirgan bir g'alaba edi. Bu sababdan bu g'alaba musulmonlarga nisbatan umid bag'ishlaydi. Chunki qo'rqib, ensirab yurgan ahli saliblar amdilikda bo'lsa birlashgandan keyin oldida qochqan edi. Bu g'alaba nusraning yo'riqini ko'rgan shu davrdagi olim ustozlar, agar biz xalqimizda jihad ruhini tirildirib, islom prinsipi asosida birlashsak, ahli salib qo'shini mana shunday qochdi ekan emasmi deb bu ulamolar birlashib bir o'mak tashkillab, shahar minib kishilar orasida jihad ruhini tirildirish uchun kengir da'vat qiladi va kishilarni islom prinsipi asosida birlashishga chaqiradi. Va bu olimlar birligi Bag'dodga yetib borib xalifa bilan ko'rishdi va xalifadan umumyuzlik shaklda o'zining zaminini besib olgan, muqaddas joyini tortib olgan bu ahli salib qarshi jihad safarbarlik e'lon qilishni talab qiladi. Lekin xalifa mening qo'limdan duodan boshqa ish kelmaydi deb buni rad qiladi. Bu vaqtda Bag'dod, Mosul va uning atrofidagi shaharlar Iroq Seljuqiylariga tava edi. Xalifami shakliy jihatda kuch yo'q edi. Olimlar o'miki xalqni qo'zg'atmasak bo'lmaydi ekan deb Bag'dod ko'chalarida ko'chimi ma'b kishilar orasida jihad ruhini tildiradi. Shundaqla madrasa minib, yurtinglarni xristianlar besib olsa, sizlar
bilan o'shada o'qib o'ltiramsizlar. Sizlarga old bilan farz bo'lgani yurtinglardan zolimni qo'llab chiqarish deb bu ruhni tirildirib, umumyuzlik kishilarning orasida jihad ruhini tirildirishga tirishganlik ko'rsatdi. Natijada Bag'dod, Mosul va uning boshqa shaharlarning hammasida xalq orasida islom asosida birlashish va jihad ruhi qo'zg'aladi. Hatto juma kunlari Mavdudga duo qilmagan, ya'ni Amir Mavdudga duo qilmagan va birlashishga chaqirmagan, ahli salaf qarshi jihad qilishga da'vat qilmagan munbarlarning hammasini chekib tashlaydi. Ya'ni xalq ichida umumyuzlik jihad safarbarligi qo'zg'alib ketadi. Hatto xalq nima uchun ahli salaf qarshi urush qilmaymiz deb xalifaning saraygacha besib kiradi. Xalifa kishilardagi jihad ruhining uyg'onganligini ko'rgandan keyin butun masjiddagi imomlarga umumyuzlik shaklda jihad safarbarligi, jihad haqida da'vat qilishga buyruq qiladi. Shundaqla Seljuqiylar podshohi Muhammadmi o'zining o'g'li Mas'ud boshchiligida Amir Mavdudning birlashma qo'shiniga yordamchi qo'shin yo'llaydi. Shunda qilib Amir Mavdudning atrofida Turkman, Arab, Kurd qatorliq nurg'unlagan millatlardan shakllangan islom qo'shini shakllanadi. Mavdudning atrofiga ana shundaq zo'r turkumda islom qo'shini to'plangan vaqtda ahli salaf qo'shini Halabga hujum qilish uchun qo'shin tatqanlik xabari Mavdudga yetib keladi. Halab amiri Ridvon bo'lsa, bu birlashma qo'shinga ovoz qo'shmagan, hatto askar chiqarmagan edi. Gerçi Amir Ridvon bizga ovoz qo'shmagan bo'lsa-mu, Halab islom tuproqi. U ya'ni ahli salaf egallasa islom tuproqi qo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. Shuning uchun biz Amir Ridvon bizga yordam bermagan bo'lsa-mu, birlashmagan bo'lsa-mu, biz uning qarshi yordam berishimiz kerak deb ahli salaf qarshi Halabni qo'llash uchun qo'shin tatdi. Va shundaqla kechi kunduz ochjab turib nurg'unlagan qo'shin bilan ahli salaf kelishni ilgari Halabga yetib keladi. Amir Mavdudning zo'r qo'shinini ko'rgan Amir Ridvon, bular agar mening shahrimga kirib, shahrimni ilvasi qanday qilaman degan bu andish bilan sepilning ishini ochqili unamaydi. Amir Mavdud Iroqdan zo'r qo'shin bilan kelgan bo'g'achqa bir qancha kun sepilning sirtida saqlaydi. Yana oshmaydi. Osh uzuqlari tugashga boshlaydi. Demak, yordam qilay deb kelgan qo'shin qarta sepilning ishini ochqili unamaydi. Agar ahli salaf qo'shini yetib kelib qolsa, sepilning ishini ochmasa, Amir Mavdudning ahvoli nihoyat ig'ir bo'ladi. Chunki osh uzuqlari tugagan edi. Bu sababdan Amir Mavdud amalsiz yaqin shahar bo'lgan Dimashqqa qarab mangdi. Dimashqning amiri bo'lsa To'tikin edi. To'tikin uning zo'r qo'shin bilan kelganligini ko'rib, uni ansiraydi. Lekin u sepil sirtiga chiqib Amir Mavdud bilan ko'rishadi va uningdan xotirjam bo'lgandan keyin uni va uning qo'shinining hammasini sepil ichiga boshlab akiradi. Lekin bu jarayonda uning qo'shindagi birlashma qo'shini nihoyat halsirab ketgan bo'g'achqa o'zaro datalash chiqadi va Amir Mavdudningki Halabga yordam beramiz deb akaganlik uchun unga malomat qilib, sapdan bir-birlab ayrilishga boshlaydi. Shunda qilib ming taslikda birlik kelgan bu birlashma qo'shini bir-birlab Mavdudning atrofidan tarab ketib, faqat Amir Mavdud o'zining qo'shini bilan qoladi. Amir Mavdud nihoyat ozgina qo'shinlar qolgandan keyin Dimashq amiri To'tikin uning bilan birlashadi. Lekin ahli salaf qo'shini To'tikin bilan Amir Mavdudning birlashganligini bilgandan keyin bular birlashib qolsa bo'lmaydi deb darhol ular qarshi qo'shin tortadi. Bu vaqtda Dimashqning mudofaasi unchalik mustahkam emas edi. Bu sababdan yandagi kichik shahar Shirozning amiri Amir Mavdudni va To'tikinni Shirozga kelib mudofalanishni talab qiladi. Chunki Shiroz kichik, ammo sepil nihoyat mustahkam edi. Amir Mavdud ozgina askar bilan Shirozga kelib mudofalanadi. Ahli salaf qo'shini bo'lsa Shirozga kelib Shirozni muhosiraga oladi, shiddatli hujum qiladi. Bir qancha kun davomlashgan bo'lsa-mu, lekin sepil nihoyat mustahkam bo'lg'achqa sepilni ochamay amalsiz chekinib ketadi. Ondan keyin Mavdud o'zining ozgina askar bilan o'zining yurti bo'lgan, o'zining shahri bo'lgan Mosulga qaytib ketadi. Shunda qilib Mavdud ozgina askar bilan Mosulga qaytgandan keyin umidlandimi? Yo'q. Gerçi birlashma qo'shin tarqalib ketgan bo'lsa-mu, Mavdud yana umidlanmaydi. Chunki uning qalbida butun islom jug'rofiyasini ahli salaf tajovuzligidan qutuldirish degan bir da'vo bor edi. Bu sababdan Mavdud Mosulga qaytgandan keyin yana qaytadan qo'shin tashkillab, o'sha Sham rayonida erkin harakat qilishimizni to'sadigan Ruha qal'asini, ya'ni Xristian Ruha amirligiga hujum qilmasak bo'lmaydi ekan, mushuni egallamasak bo'lmaydi ekan deb zo'r qo'shin bilan, ya'ni Ruha amirligiga qarshi qo'shin tortadi va Ruha amirligini muhosiraga kelib, shiddat bilan bir qancha kun hujum qiladi. Shundaqla bu urushda o'zining yarimliq bir qancha qo'mondonlari shahid bo'ladi. Lekin muhosira bir qancha kun davomlashib shiddat bilan hujum qilishgan bo'lsa-mu, qal'a ichini ocholmaydi. Mavdud Mosuldan Iroqdan kelgan bo'g'achqa amalsiz osh uzuqlari tugab, yana Mosul qaytadi. Mosul qaytib o'ltirmasdan Dimashqdan xat keladi. Ya'ni Qudus podshohligi, Qudus Xristian podshohligi Dimashqqa hujum qilish uchun zo'r qo'shin bilan Dimashqqa kelyotdi, menga yordam qilsang degan bu xatni Dimashq amiri To'tikin Mavdudga avatgan edi. Mosul amiri Mavdud darhol qo'shinni hozirlab Dimashqni ahli salaf qo'shinini qo'g'dash uchun yana qo'shin tortib Dimashqqa qarab yo'lga chiqadi. Ahli salafdan burun Dimashqqa yetib berish uchun kecha kunduz ochchab turib tez suratda Dimashqqa yetib keladi. Va Dimashq amiri To'tikin bilan paranglashib, urushni nada qilish haqida maslahatlashadi va oxiri Sambara degan joyni urush o'rni qilib bekitadi. Ahli salaf qo'shini shu yerga keladi. Shunda qilib sepil sirtida Xristian qo'shini, ya'ni Qudus podshohligining Xristian qo'shini va islom qo'shini, Mavdud va To'tikin boshchiligidagi islom qo'shini Sambara degan joyda milodiya 1113-yili shiddatli urushni boshladi. Amir Mavdudning qo'shinida nihoyat qobil qo'mondonlar bor edi. Ana shu qobil qo'mondonlar ichida Imoduddin Zangi ismli bir qo'mondon bor edi. Bu Imoduddin Zangi kim? Biz keyin so'zlaydigan Nuriddin Zangini
Amerikaninki dadisi. Biz bunu öz navbatida so'zlaymiz. Demak, bu urush mana shunday shiddatli davomlashib, natijada musulmonlar g'alaba qilib, Qudus xristian podshohligi mag'lub bo'ladi. Va shundaqla bu urushda nurg'ulg'an g'animatlarni oladi. Shundaq qilib To'tikin, ya'ni Dimashqning amiri To'tikin, Mosul amiri Mavdud ikkisi g'alaba bilan Dimashqqa qaytadi. Ular ikkisi Dimashqqa qaytgandan keyin maslahatlashadi va ahli silab qarshi keng ko'lamli urush planini tuzadi. Bu vaqtda qish fasli kirib qolgan bo'g'achqa Amir Mavdud urush planini tuzish va undan boshqa ishlarni qilib olish uchun qish faslini Dimashqda o'tkazib qaytmoqchi bo'ladi. Shundaq qilib To'tikin bilan Amir Mavdudning munosabati yaqin o'tadi va bir kuni juma kunlikda Amir To'tikin Amir Mavdudning qo'lini tutgan holda Umaviy jamiyatining hovlisida masjidni ko'zitib sayli qildiradi. Ana shu paytda shu davrdagi qotil guruh bo'lgan Hashashiylar, ya'ni Shialar bo'lsa, Amir Mavdudni o'ldirish planini tuzadi. Va bir suiqasdchi ana shundaq masjidni sayli qilayotgan paytda Mavdudning keynidan zaharli xanjar urib, ana shu yerda shahid qilib o'tadi. Amir Mavdud To'tikinning quchqida shahidlik etadi. Shunda qilib islom dunyosi Batur qo'mondan Amir Mavduddan ayrilib qoladi. Amir Mavdud islom tarixida oz tilga ilinsimi, lekin tuhfasi nihoyat zo'r bo'lgan islom tarixidagi ko'rinarli qo'mondonlarning birisi. Shundaqla u Mosul amiri edi. Amir Mavdud shahid qilingandan keyin Mosul amirligiga Juyushbek Sultan Muhammad tarafidan tayinlandi. Ya'ni Seljuqiylar podshohi tarafidan tayinlandi. Juyushbek amir bo'lgandan keyin sultanning buyrug'i bo'yicha eng avval mushu Shamdagi parcha amirliklarning hammasini birlashtirsak bo'lmaydi ekan. Ya'ni Halab amirligi, Humus amirligi, Hama amirligi, Dimashq amirligi qatorliq mushu parcha beklarning hammasini birlashtirmasak biz bu ahli silab qarshi urush ocholmaydi ekanmiz degan bu plan bilan amirliklarni birlashtirish uchun harakat qiladi. Lekin bu parcha amirliklarning hammasi Juyushbekning ostiga kirib qoldi ekanmiz, Seljuqiylarga yana tava bo'lib qoldi ekanmiz deb buni qattiq qarashtiradi. Hatto ular qarashtirish uchun, ya'ni Juyushbekning bu birlashtirish harakatiga qarashtirish uchun ahli silab bilan birlashadi. Ya'ni Antakiya Hristiyan amirlik bilan birlashadi. Demak, o'zini musulmon amiri, musulmon begi deb turib, o'zining begligini saqlash uchun bir musulmonga qarshi Hristiyan begligi, Hristiyan amirlik bilan birlashadi. Balkim bu ahvolga hayron qolishimiz mumkin. Amaliyotda bu hayron qoluvchilik ish emas. Chunki bugungi dunyoda o'zini musulmon deb atgan nurg'ulg'an davlat raislari o'zining manfaati uchun o'zining qarindoshlarining qani badaliga kofirlar bilan, zolimlar bilan birlashyotadi. Masalan, bugungi kunimizda G'azza qatl qilinyotadi, o'ltirilyotadi, vayron qilinyotadi. Lekin yendiki musulmon deydigan davlatlar kim bilan birlashyotadi? Ularni qatl qilgan Yahudi, Zionist davlatlar bilan birlashyotadi, munosabatini davom qilyotadi. Demak, islom dunyosining u kundagi ahvoli bugungi kunimizdan hech farqlanmaydi. Shamdagi beglar ana shunda Antakiya Hristiyan amirlik bilan birlashib ittifoq tuzgandan keyin Juyushbek ular qarshi qo'shin tortadi. Ularmi Antakiya Hristiyan amirligining ittifoqida ular qarshi qo'shin tortadi. Eng afsuslanarli va ajablanarliki bu musulmon amirliklar, begliklar qo'shini bu Hristiyan amirliklar orasida Krist belgisini ko'tarib musulmonlarga qarshi qo'shin tortadi. Ya'ni o'zlarini musulmon desimi, lekin bayroqlari Krist belgisi edi. Demak, shaxsiy manfaat deydigan bu manfaatparastlik odamni mana shundoq dushmanning sepiga olib tashlaydi. Oqibat qanday bo'ladi? O'zining manfaatini qo'lga olamdi. Buni bizga tarix deb beradi. Natijada Danish shahrida Juyushbek boshchiligidagi islom qo'shini bilan bu Hristiyan Antakiya qo'shini boshchiligidagi boshqa amirliklar, ya'ni musulmon amirliklar qo'shini shiddatli urushga kiradi va oxiri musulmonlar, ya'ni Mosul qo'shini nihoyat fojialik mag'lub bo'ladi. Hristiyan qo'shini bo'lsa nurg'unlagan g'animatlarni oladi. Lekin ilingan g'animatlarning hech qaysi birisini bu o'zlari bilan urushib bergan musulmon amirliklarga bermaydi. Demak, o'zining e'tiqodiga zid holda, prinsip holda saptalganlarning oqibati mana shunday bo'ladi. Masalan, bugun kunimizda vatanim uchun men Hristiyan bo'laman deydiganlar bor. Bunda odamlarningki mana shular bilan hech qanday farqi yo'q. Natijada vatanni qutqizalamdi, o'zini qutqizalamdi, asla qutqizolmaydi. Ya'ni prinsipsiz odamni boshqalar malayga o'xshash ishlatadi. Ma'lum manfaatni iddao qilib e'tiqodidan voz kechgandan hamma narsadan voz kechadi. Vatandan voz kechadi. Chunki inson e'tiqodini yiroqlashadi ekan, hamma narsani yiroqlashadi, irodasini yiroqlashadi. Chunki inson uchun eng qimmatli narsa, jannat beradigan narsa uning e'tiqodi. Shuning uchun vatanim uchun e'tiqodimdan voz kechaman degan bunday kishilar ko'zimizga asla qahramondek ko'rinmasin. Amaliyotda bular manqurtlar. E'tiqodimdan voz kechib turib vatanimga yordam beraman degan qip-qizil yolg'on gap. Vataniga e'tiqodi uchun jon bera oladigan, vatanni qutqizishni e'tiqodidan talab qila olgan haqiqiy musulmon kishilar yordam bera oladi. E'tiqodini satqanlar vatanni Alloh burun satadi. Vatan iddaosi qilib turib e'tiqodidan voz kechganlarning maqsadi hargizmi vatan emas, shaxsiy manfaat, shaxsiy g'arz. So'zimiz qaytib kelsak, Mosul musulmonlar qo'shini, Antakiya Hristiyan qo'shini va uning bilan birlashgan musulmon amirliklar tomonidan mag'lub bo'lgandan keyin islom dunyosini yana tushkunlik qoplaydi. Chunki Mavdud va uning ilib bo'lgan harakatlari musulmonlar dunyosiga xil umid bag'ishlagan edi. Lekin kishilar yana shunday umidsizni bir qancha yil o'tgandan keyin Ruha Xristian amirligining yendiki kichik bir shaharning amiri balki Ibn Ahram 400 chavandaz bilan Ruha Xristian amirligiga hujum qiladi. Bu 400 chavandaz degan hech qancha gap emas edi. Bu sababdan Ruha Xristian amirligining amiri, hokimi Josunning ular qarshi sepining sirtiga chiqib qo'shin tatib ularni qo'g'lab o'tadi. Ular bo'lsa Josun va uning qo'shinini keyin qo'g'latqizib patqoqlik yo'lga boshlaydi va patqoqlik yo'lga kirib otlari patqoq vaqtida
ularga shiddatli hujum qilib, nurg'un askarlarni xuddi kapta o'lgandek o'laydi va natijada Ruha amirligining hokimi amiri Joselinni asirga oladi. Bu Qudus ishg'ol qilingandan keyin musulmonlar qo'lga keltirgan eng chong g'alaba hisoblanadi. Chunki bir Xristian amirligining hokimini asirga olish degan gap u davrdagi nisbatan nihoyat bir chong ish edi. Ruha Xristian amirligining amiri Joselinning asirga tushib qolganligini anglagan Qudus podshohi darhol ular qarshi qo'shin tortadi. Ya'ni balki bin Bahram qarshi qo'shin tortadi va Halab shahrining amiri bilan ittifoq tuzadi. Men ma'ni hujum qilaman, biz ikkimiz ittifoq tuzaylik deydi. Halabning amiri o'zini musulmon deydigan shundaq amir bo'lsa-mu, lekin Xristian bilan musulmon qarshi mana shundaq birlashadi. Shundaq qilib Qudus podshohining boshlig'i qo'shin tortib, balki bin Bahramga shiddatli urush ochadi. Bilganimizdek Qudus podshohligi bu O'rta Sharqdagi 4 Xristian amirligininki eng cho'ng edi. Bu sababdan bu amirlik emas, podshohlik deb ataladi. Qo'shinim ko'p edi. Bu sababdan Qudus podshohi Baldvin zo'r qo'shin bilan balki bin Bahramga milodiya 1123-yili zo'r qo'shin tortib shiddatli urushdi. Ammo bu urushda hayron qolarlik bir ish yuz berdi. U bo'lsa-mu, bu urushdimi Töz chavandaz bilan balki bin Bahram u zo'r qo'shinni mag'lub qilib, Qudus Xristian amirligining podshohi Baldvin 2-ni asirga oladi. Demak, musulmonlar mana shundaq parcha ojiz holatda vaqtidami Alloh taolo musulmonlarga umid bag'ishlab ikki cho'ng Xristian amirligining amirini ularga asir tushib berdi. Bu ikki amirning musulmonlarning qo'liga asir tushib qolishi Yevropa dunyosini zilzilaga keltirib o'tdi. Chunki bu ahli salib qo'shinining O'rta Sharqqa qadam bosgandan keyingi eng cho'ng yo'qotishi edi. Islom dunyosida bo'lsa, balki bin Bahramning nomi tarqashga boshlaydi. Chunki u kichik bir shaharning amiri shundaqla faqat Tözli chavandazi bor edi. Bu shu 400 chavandaz bilan ikki amirlikning amiri, hokimini qo'lga tushirgan edi. Balki bin Bahram bu ikki amir asrini Xirtabid deydigan bir xristianlar ko'p yashaydigan shaharga sulaydi. Ya'ni shu shaharning qal'asining ichiga sulaydi. Lekin bu shahardagi xristianlar birlashib bu ikki asrni qochirib o'tadi. Joselin qochib ketadi, lekin Baldvin 2-ni yana tutib oladi va bu asrni texmi mustahkam bo'lgan qal'aga o'tkazadi. Ondan keyin balki bin Bahram yana yurish qilib Minbij tarafga qo'shin tortadi. Minbijda ahli salib qo'shinidan urushib, ularni mag'lub qiladi. Ana shundaq parlayotgan kunlarning birida milodiya 1124-yili balki bin Bahramga noma'lum bir o'q tegib, ana shu yerda shahid qilindi. Shundaq qilib islom dunyosi yana bir qahramondan ayrilib qoladi. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek Halabning amiri balki bin Bahram qarshi xristianlarning ittifoq tuzgan edi. Bu sababdan Halab ichida qalamiqanchilik yuz berdi. Hatto olim ulamolar birlashib Seljuqiylar sultoniga xat yozib, bizga bir amir avating yoki Halab bilan Mosulni birlashtirib bir amirning qo'liga akiring deydi. Bu sababdan Seljuqiylar podshohi Aqsungur Bersaqi degan bu odamni Mosul va Halabning amiri qilib tayinlaydi. Shuning bilan Mosul bilan Halab birlashadi va uning atrofiga Amir Mavdudning atrofidagi cho'ng sanoqlarning hammasi kiradi. Masalan, ularning qatorida Imomuddin Zangi. Imomuddin Zangini Halab va Mosulning ichki ishlar bexatarligiga mas'ul qiladi. Ya'ni bugungi tilimiz bo'yicha ichki ishlar ministri qiladi. Halab bilan Mosul birlashgandan keyin Amir Aqsungur boshqa amirliklarni birlashtirishni harakat qiladi. Lekin mana shu vaqtda milodiya 1126-yili yana shu Shiilar tarafidan Bag'dod namozi o'qiyotgan vaqtida Aqsungur Bersaqi pichoqlanib shahid qilinadi. Aqsungur shahid qilingandan keyin Seljuqiylar sultoni Mas'ud tarafidan Halab va Mosulning amirligiga Aqsungurning o'g'li Izzettin Mas'ud hokim amir qilib tayinlandi. Lekin u uzoq o'tmayla vafot topadi. Uningdan keyin uning 6 yoshli o'g'lini atrofdagi kishilar taxtga chiqarib, Halab va Mosulni kontrol qilmoqchi bo'ladi. Lekin bu vaqtda Halabdagi cho'ng ulamolar darhol Seljuqiylar sultoni Mas'ud bilan ko'rishib, bizga boshqa bir amir, boshqa bir hokim tayinlab bering deydi. Kimni talab qilasizlar deydi. Halab qozisi Bahauddin, Imomuddin Zangini bizga amir qilib bering deydi. Sultan Mas'ud ularning talabiga qo'shilib, Imomuddin Zangini Halab va Mosulning amiri qiladi. Imomuddin Zangi Halabning amiri bo'lgandan keyin Sham diyorida yangi bir uyg'unish, yangi bir tarix beti eşledi. Bilginimizdek Imomuddin Zangi kim? Nuruddin Zangining dadasi. Ya'ni Imomuddin Zangi Nuruddin Zangininki Zangilar davlatining asosini mana shu Halab va Mosulga amir bo'lgandan tartib soladi. Imomuddin Zangi Mosul va Halabning amiri bo'lgandan keyin nima ishlar bo'ladi? Qanday qilib Zangi davlatining asosini soladi? Nuruddin Zangi davlatini qanday quruydi? Salohiddin Ayyubi bilan Imomuddin Zangi va yoki Nuruddin Zangining munosabati qanday? Biz bu haqdagi tafsilotlarni kelarki darsimizda tafsiliy so'zlashamiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan.